Men yeni keldim dep turib başladım. Bunda bolsa salam do'stlar, yaxshimi? Men Almirada hammalar o'tliq salom, oliy ehtirom. Ha, xo'sh. Nafisaning maslahatchining vlogi keldi. Ey qizlar, men Nafisaning maslahatchidagi og'ir qoldim. Hey, aldirmay deb beray. Bir kun burun shu o'zimniki joyandan baytaylarni bir ishi bo'lay. Ataqcha Nafisaning maslahatchidi ve ishi o'rtur kitma, aldirash kitma. Bir kun jinshunjon tayrim yaxshimiz bo'lmaydi deb shu Farusiniki joyandan baytaysini ishi bo'ldim. Ha. Kunni kechdi uxlashdan burun ishi bo'ldim. Men nimish qildi sanglar, ma'voyliq joyandan baytayniki odam badaniki metabolizmini omlashini bek yaxshilaydi-chu. Uning ustiga badanimizga oqsilninki tugab ketishini oldin oladi, asıl to'liqlaydi va shu chiroyimizni, chisosini bek yaxshilaydi. Andan balla ani jonliq jo'shqin qildi. Ish qilib men shu Farusiniki majoyandan baytaysini ishlayotganimga va ikkinchi qipi, oldingi bir qipni ish bo'lgan vaqtda do'nqo ketgan, vaqtim keldi degan omatlam ilib oldim-da shuning bilan u kuni jingshin turishim uchun mana bir günü işçi ettim. Kunni kechib bo'lsa bir qaptırmış, bir taldan işçi bo'lsa tam bek beyzeydanlar. İşçi bo'lsa va atisiga chisaranglar, jingshinjon tayranlar. Shunday yaxshi bo'ldi. Cho'qqima yosh 25 yoshdan oshgandan keyin deydi asli. Bo'lsa 30 dan keyin tek iş yapmayotgan, iş başlamagan qizlar menda qo'yay. Cho'qim joyanda baytay ishchinglarjimi, men shu Farusinikin sizlarga alohida tavsiya qilman. Ha. Ma ovozimni anglatam, sizlar qizlar yomon tasiga qilib jumo ish qilib, ma oxirgacha blogini ko'rib, anadan keyin denzamgan jo'larni qilib chaqiraqa jon faqt qo'yishni unutqanmanglar. Biroq og'ir qoldim deyman. Vijam maslachaylar menga og'ir keldi, maslachay xuddi menikidek. Shuninglar u kuni mana joyandan baytaylarim ishib güzel uxlab, atsi chisarim texmi yaxshi olsun deb, shunchalik bir hayajonda men maslachay lekin dahshat qizili ko'rgansizlar. Og'ir qog'oshga mana 2 kundan beri sizlar vaqtda chiqarib beramay qoldim. To'g'ri hamma atsi maslachay kuni. Maslachay kuni shuning bilan mana shunda tatibdim o'zimni. Aniki mavminin ummaqsanglim hurliqa boshdan oxir shu ko'rgan vloglarni hammasini ummaqsanglim tatib berdi. Badi men ish qilib bu tatib bermagan bo'lsa, u kundagi aldirashligimdan mumkin emas vlog chiqarib beramaydim-da. Ana lekin ham yerga jambuqa do'stlarimiz bilan biraqur turib mana shu peylan tatish aral ulgadim shuning bilan maslachay kirkatdik. Ha, qizlar meni ko'rganlar bu kuni maslachay restoran ishiri bo'ldi, Lolalina restoranida ishida. Nima ish qildi sanglar maslachayga kelgan qizlarni ko'rdinglar, haqiqatan bekchiq Nafisagim degan do'stim ozroq chaqasingiz bo'lmamdi degan vaqtimda bu dedi adash mening bu bag'an to'g'an yerim haqiqatan bek ko'p. Uni ustiga men yaxshi ko'rdim. Meni yaxshi ko'rgan do'stlarim bekchiq. Birisining qilib qolsa ko'ngli yerim bo'lsa, mening ko'nglim ulardan o'ta yerim bo'ldi. Mayli adash, hammasini chaqiray. Kilalasa xo'sh bo'lmay, kilamay qolsa mayli deb shunday katada sog'lan deb bu jinim do'stimning shu hurmati uchun butun qizlar shunday chiroyli kelib ekan. O'zinglar ko'rgansizlar, ha, bir qizib ketdi. Shuni bilan ma ko'ynikimni so'rab yetib yetibsizlar. Ey ballar, mush pastga at qo'yay. Nimchiraylik deganlik shayda do'stimning do'kondan olgandim bu ko'ynakni. Ammo menga yara qopdi, agar yaxshi ko'rsanglar shu pastga at qo'ymajmi? Ay shuni bilan mana shunda ishni oldida turib, mush mehmonlarni kutishga boshlab ketdik. Eng avval ma yigitlar bek boldir keldi. Bu aslimi guruhining musiqa atrofidagi ballar Dilerbobni tundinglar-ku deyman. Dilerbop bizning bek yaxshi naqshimizning biri. Bunlar lekin so'rinni chang chiqarib etdi u kuni. Shuning bilan voy kiringlar, kelinglar, o'tiringlar do'stlarim deb mana bu Nafisaniki har bir mehmonlarning ishini oldi. Shunda chiroyli kutib olgan bo'ldik, ularni o'rinlashtirgan bo'ldik. Mana bu shundaq maslachaylarning oldida shu vazifalarimizni o'rinladik. Bizning ba'zi vazifamizning hammasini joy-joyda yaxshi o'ringa oldik deb o'ylayman. Nafisa uchun bunchalik qilishimiz degan cho'qimlar yengayli qilishga tegishli deyman-ku. Hamda arziydi. Faqat mijozim yo'q, maga qilish yomon qiyinlik borman, lekin to'g'ri tushuninglar, ajab jonsiz ovoz berib qopti daqamanglar. Asli shu nahmaydan ovozni boshdan oxiri beriblar mushtal taqib beray degandim. Yana ko'nglim nimada? Shu gap qilishimni yaxshi ko'rgan nurg'un do'stlarimiz bor debchi. Shuningga. Mana pari rost mashkuni kech qoldi-jumi qizlarda qo'yay. Lekin ulgurib chang chiqarib etdi keyinda bu. Endi Nafisa do'stim tishi ketdiki, mana sizlarga 5 yugo chiqarib berman deb. Heliq tatqan shopping vlogim shu. Anadan keyin mana mehmonlarni asosiyatdan to'liq kelib bo'pti hammasi. Shuning bilan Nafisani endi akirib, so'rinimizni ziyofatimizni maslahatimizni boshlab yetaylik deb. Shuning bilan mana
Nafisa Ahmet, Nafisa dostumuz, Panfesha, Nafi DJ, dağdam qadamları bilan hayron qolarlik biyovchinglari bilan inaklar uchib qolgan holatda mana bizningki restoranning ishiga kirdi. Shuni bilan naq maydon usulda boshlanib ketdi. Mana oxirgacha qolgan narsaning hammasi naq maydon ovozliq faaliyetler. Onda bo'lsa naq maydonda qolganda ko'rib turamsizlar. Diyenzan Guanju Juanfalarni qilishni qat'iy unutqanmanglar. Amsa juma, ammo qilamsa vlog ketdi. Her az oturluqtuma birinci meydan akirib usulan oynab olgan diken miyede Nafisa mübarek olsun deb aqiratken go'chinglarimiz var yana ovoz berish boshlab ketdim. Shuni ola ne riyosetchilikni bir chan qilib yada anadagi vazifasi bor qizlarni bira qur ham do'stlar tunishtirib yetib chunki endi maslahatchi bunda yuzna qizal kelga yada to'yga 300 ga yaqin qizal keldi. Men bu bir kichik bo'yimda bu faqa bo'yimda amadan boshqarib bilmayman. Men bunda o'ngsol qo'l qo'shim bo'lmaydi danglar. Shuni ola bugün şu vazifesi baba kızlarını hamisini tunuşturup ettin. Pərim şunda çıraylık geplerini qıbadi. Aqıdan özümüzden azaraq akagan köngül soğuğutumuzunu qılıb Nafisa'ga bəgənmə bolduq. Bir yada əmdi bir yada damdam qilishlar yo'q. Buncha kichikina bir soğuğat bək çoğun ayvetmi emas. Biz bunundan aşırıb teximi vuyu degdə qilib olsak bo'ladi. Qolganlarini əmdi öz ara jimjim qıvalaylı deb o'tdik. Əmdi tor sohasida bək yuqori pallak ko'tirib olsak, so'g'at berishlarni qo'rqaydigan bo'lib qoldi ekan şu adam. Şuna hamda kichikroq bo'lsa-mu, mana mushinaq maydonda mushinchilik so'g'itimizni berib olaylik deb ozg'ina ko'nglimizni ifodalagan bo'pdik. Shuni bilan bu kun maslahatchaydim. Nafisa o'zini shunda jonlantirib etdi, ammo lekin u kundagi qizlarning kayfiyati yuzjimi. Shuni bilan men aslim guruhsidagi bolalar bilan yitosan, yitov bu bilan ketmanmi? Qaranglar kiymamning o'xshashligini, men shular bilan nega bo'lsa shu yerga bir riyosetchilik qilib bersam, Allah naqshes bo'lamdiki. To'y to'kin bo'lsa mushtillar vaqtlan chaqiringlar. Ammo o'ynamayman, jim o'tirmaydigan qizlarmi sahnaga tushib o'ynay ketdi do'qonlar desanglar, mana bizlek mana ko'rdinglarmi? Shunda o'ynash boshlab ketamiz. Undan so'ng diyenzam Guanju Juanfalarni qilib, mana oxirgacha ko'rishni unutqanmanglar, ovoz ketdi. Qizlar ovoz ola
बनेगा सोना सोना ओ मेरी पायल नच नच कैसे